Assalomu alaykum. Do'stlar, navbatdagi avtomashinalarimiz Onyx 6-pozitsiyasi full pozitsiyasi, Gentra 3-pozitsiyasi, bu ham full pozitsiyasi. 2023 yillari. Egasi bitta odam. Xo'p, buni narxini 14 mingga beramiz deyapti. Buni 13.400 ga beramiz deyapti. Aka, bo'ladigan narxini ayting deb kelishtirib, sizlar uchun o'zimga savdo qilgandek savdolashib, o'sha narxini kelishtirib qo'ydim. Kraskalari toza, holati go'zal holatda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumotlarni video ostiga joylab boramiz. Andijonda bor, bizni kuzatishda davom eting. 18.200 ga BYD Chazor avtomobili. Eng qizig'i gibrid. To'liq zaryad, to'liq zapravka benzin bilan 1200 km masofani bosib o'tadi. Kraskalari toza, full pozitsiyada. Tonirovka ruxsatnomalari ham bor. Mashinamning holati go'zal, tiniq holatda turibdi. To'rtta yangi yumshoq balonlari ham bor ekan. Salon holatlariga kelsak, Evakor polilari ham bor ekan. Salon holatlari ham go'zal holatda turibdi ekan. To'liq ma'lumotlarni video ostiga joylab boramiz. Jetour Dashing 19.700 ga 2024 to'rtta yangi yumshoq balon. Paroglari ham qo'yilgan ekan. Kraskalari toza. Akamizga, egasiga aytdim, savdolashdik. Narxini imkon qadar tushirdik. Xuddi o'zimga savdo qilgandek savdolashib, sizlar uchun narxini tushirib qo'ydim. Kraskasi toza. Yurganlari ham 32 ming km yurgan ekan, xolos. Mashinamiz holatlari ham go'zal, ideal holatda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, narx va ma'lumotlarini yana ham savdolashib, egasi bilan savdolashishingiz mumkin. Telefon raqamlarini video ostiga joylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. 19.300 ga yangi to'liq shumka qilingan, holati go'zal Jetour full pozitsiyasi. Nima deyapti akalar? Nima deysizlar? Narxiga qiziqmi? To'rtta yangi yumshoq balonlari ham bor ekan. Hop. Salon holatlarini ko'rib chiqamiz. To'liq ma'lumotni mashinamiz egasidan so'raymiz. Salon holatlari ham o'ta go'zal, chiroyli holatda turibdi. Bu mashinamiz yili qanaqa, yurgani qanaqa aka? 723 2023 ga 38 ming km yurgan. Yana nima qulayliklari bor? shumka bo'lgan, To'liq shumka bo'lgan, parolari qo'yilgan, paroglar qo'yilgan, turgo'tan ruxsatlari bor. o'tan ruxsatlari ham bor. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Hyundai Sonata 5-pozitsiya. Faqat shu eng fullidan panoramada farq qiladi. Propan gazlari ham o'rnatilgan. Narxini 19 ming dollar deyapti akamiz. Shu kraskalari toza. Sonata yozuvini tagida kichkina pitnosi bor ekan. Holati go'zal, ideal holatda ekan. Mashinamiz salon holatlarini keladigan bo'lsak, salonlari ham o'ta go'zal, chiroyli holatda ekan. 19 mingga narxiga o'ta qiziq akalar, nima deysizlar? Aziz obunachilar, bizning kuzatuvchilar. 12.200 ga Captiva 3 kraskalari toza. Ikki ming 13-yil 98 ming yurgan. Salon holatlari ham o'ta go'zal, ideal holatda turibdi ekan. Ko'jalari ham matvi turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, video ostiga avtomashinamiz haqida to'liq ma'lumotni, egalari nomerlarini yozib qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.